Instagramdan kelgan savol. Salom doktor, yaxshimisiz? Men ham 4,5 oylikda skrining qilganman. Homilani skrining qildirgan ekan, lekin bolasini sog'lom deyishgan ekan. UZIda afsuski, lekin hozirda bola mukopolisaxaridoz kasalligini qaysi tipliligini yozishmabdi. Mukopolisaxaridoz kasalligi bilan og'riyapti ekan. Biz UZI skrining tekshiruvida aniqlay oladigan imkoniyatlarimizni ayta olamiz. Ya'ni bu yerda asosan markorlar, tug'ma anomaliyalar, oyoq qo'llardagi o'zgarishlar, bosh miyadagi o'zgarishlar, yurakdagi o'zgarishlarni aniqlab berish mumkin. Hamda nasliy genetik kasalliklardan markor belgi sifatida nasliy xromosoma kasalliklar, Down, Edwards, Patau, Shershon, shunga o'xshash nasliy kasalliklarni berishi mumkin belgilar. Lekin mukopolisaxaridozda asosan o'zini uchraydigan markori, ya'ni belgisi yo'qligi sababli sizda tashxis qo'yilmagan bo'lishi mumkin bo'ladi.